Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qarindoshlar. Hamma salomat o'qiyapsizmi? Vaqtni to'shib qoldi. Sham tufaylidan vaqt azdan keyiniga ancha-muncha chekinyotdi. Ma'lum vaqt mashta chekingandan keyin biz inshaalloh vaqtni Shamning oldida 1 soat o'qiydigan o'tirda 10 minutdan 15 minutgacha namoz uchun dam oladigan bir shaklda o'rinlashtiramiz hozircha. Biroz kechiksin mashta qilib turmay. Avval bir yo'qlama qilib olay. Bala aş bir raqamini yezib qo'yaman. Abdulaziz Izdan, Abdurrazzaq, Abdusalam Khalil, Adil Zirek, Mutallib Musa, Musajan Hasan, Abide, Aisha İslam, Amina Muhammed Emin, Dilnur, Havanese, Hurşide, Mehdiye, Mehriban, Nuriman, Raziye Muhammed, Reyhangul, Sefiye, Serenaz, Süreyya, Süzük, Zöhre, Zuliman Tohti, Teslime, Amine, Melike. İsmi çıkmaganlar, liman ismi çıkmadı desem ama yan koşulman savaştaşlı olup kalsam ama ben ahırlığa koşuldu. Kaysar bol paylaşım siz isminiz ne? Bundan keyin bilmeyli ama bundan keyin şu tizimletiş jadvaliga de to'shqizgan bo'lsangiz imtihon bergan vaqtda ismingizni nima deb yozgan bo'lsangiz shu ism bilan kelgan mana jadvalga qarab turib biroz oson bo'ldi. Unda savoqdoshlar darsimizni boshlaylik. Oldingi soatlik darsda biz tafsir haqida bir tushunchalar birilib o'tgan. Tafsir degan nima? Usul degan nima? İkisi birikkandan keyin usul tafsir olsa o vaqtda nima bo'ladi? Mushaqqa tushuntirib o'tgan to'soqdoshlar. Shu o'tgan darslardan tushunmagan taraflar bo'lsa, mencha bugun so'rasangmi, tushunmagan ya yo'q desangmi, undan keyin darsni boshlasak qarindoshlar. Sual bormi yo'qmi ilgari darsdan? Sual bo'lib qolsa, so'ratinglar. Agar sual bo'lmay qolib qolsa, men darsni davom qilmoqchi. Biz unda olsa sual bo'lmasa, biz darsni davom qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Amma ba'du. Hurmatli qarindoshlar, biz ilgirki soatlik darsimizning birinchi mazmuni tafsir haqida tushuntirib o'tgandik. Qisqacha bu haqdagi mazmunni bir takrorlab o'tay. Mana takrorlab ma'ni kitobning o'ttirida bir imtihon olamiz savoqdoshlar eson bo'lsin. Oxiriga chiqqanda bir butun imtihon olamiz va eson bo'lsin. Biz ilgirki soatlik darslarimizda usulub tafsir haqida to'xtalib usul degan so'zningki aslida al-aslu degan so'zdan yasalib chiqqanini, al-asluning ko'plik ekanligi, asli lug'at ma'nosida ma'lum narsaning asosi, ma'lum narsaning huli, boshqalar uningga tirilib turadigan, ammo u boshqalarga hech ehtiyoji yo'q narsani asl degan. Shu asosda shu ikki xil ma'noni asos qilgan bir shaklda bir necha xil qo'llanilganligini biz deb o'tgan ilgari soatlik darsimizda. Masalan, 8 xil shaklini sizlarga ekranda ko'rsatib o'tdim shu vaqtda. Undan keyin tafsir degan so'zga kelsak, buni ikki xil ko'z qarash bor ekan, yasalib chiqish jihatda. Birisi arab tilidagi fasara so'zidan chiqqan deydi. Yana birisi safara so'zidan ishtiqoq sag'ir shaklda yasalib chiqqan deydi. Mayli fasaradan chiqqan bo'lsin, mayli safaradan chiqqan bo'lsin, ma'nosi bir narsani ichish, bayqash, oydinlashtirish, ro'shanlashtirish degan ma'noda ekan. Buni fa'ala babi shaklda yasab, undan keyin fassara yufassiru qilgan.
mubalag'a yusidan deb lug'at ma'nosini shu shaklda bayon qilgan turgan. Istiloh ma'nosida shu sizlar bilasizlar bu normal kichik boladan tafsir degan nima hukm deb so'rasa, shu Qur'onni tushuntiradigan kitob deydi. Shu bo'yicha arab tizib bersak bo'ladi. Ya'ni Alloh o'zining payg'ambari Muhammad alayhisolamga tushirgan kitobininki ma'nilarini qanday qilish, bayon qilish, ahkam, hikmatlarini chiqarish mana shaklda tushuntirsak bo'lardi. Bu bek qiyin yoki alohida mazmun emas. Undan keyin tafsir bilan ta'vil degan ikki so'z kitaplarda kam qo'llanildi. Ba'zi kitaplarda tafsir so'zi qo'llanilsa, ba'zi kitaplarda ta'vil so'zi qo'llanildi. Ma'nosi nima desa, bu haqda bir qarash ikkisi o'xshash ma'noda. Tafsir, ta'vil bir ma'noda. Bu yerda faqat mushkul yo'q. O'xshash gap tugaydi shuni bilan. Undan keyin yana bir qarash bo'lsa, farq bor. Farq bor deb qo'ygandan keyin farq bir necha xil farq bo'lib qoldi. Masalan, birliklar deydi, am xoslik farq bor. Ya'ni tafsir am, ta'vil xos. Birliklar deydi, yo'q, tafsir xos, ta'vil nima am. Bu bir. İkincisi yo'q. Ma'no jihatda farq bor bularning o'rtasida. Qanday farq bor desa, tafsir degan Allohning maqsadi ma'vodab kesib aytish, ta'vil degan ehtimollik ma'nolarni qanday qilish, tarjih qilish, kesmaslik. Ba'zilar yo'q. Tafsir degan rivoyat bilan qilgan tafsir, diroyat bilan qilgan tafsir, ta'vil deydi. Ba'zilar deydi, tafsir degan xalqqa xos, ta'vil degan Alloh xos deydi. Yana ba'zilar deydi, tafsir degan so'zning ma'nilarini, mayli haqiqat ma'nosi, mayli majoz ma'nosi olsun, lafzining ma'no murodlarini bayon qilish tafsir. Ammo bir jumladan, bir oyatdan Allohning maqsadini bayon qilish ta'vil deydi. Bu shaklda bir munchalar o'xshamagan ko'z qarashlar chiqqan bo'lgan. Bundan keyin biz usulning ma'nosini bir qurib tushungandan keyin, tafsirning ma'nosini tushungandan keyin ikkisini biriktirgan vaqtimizda tafsir usuli, tafsir tarjima qildik. Biz nima Uyg'ur bo'lgandan keyin biroz oson bo'ladi tushunmak. Arablarga shu usul degan gapning o'zini tushuntirib bo'lmay tatayotgan qabulchi bu. Tafsir qoidasi degandan keyin ham kalamimizga tushdi yani. Yani tafsirga munosabatli qoida. Qanday qoida desa, masalan, mufassirda tepilish tegishli shartlar, adab, axloqlar, tafsirning qoida prinsiplarini bayon qiladigan shu qoida prinsiplar tafsir usuli yoki shu orqali Qur'onni sog'lom tushungili bo'ladigan xato tushunch, ozg'on tushunchlarni u orqali bilib oladigan fanni biz deymiz. Usul tafsir deymizmi-ki, oddiy bir shaklda tushunsak qulay mencha. Bu ilgirki darsining mazmunlarininki xulosasi savoqdashlar. Endi bugungi darsga kelsak, bugungi darsimiz nash'atu ilm at-tafsir va marahiluhu. Ilm tafsirininki paydo bo'lishi va uning bosqichlari. Kitobda 14-bet savoqdashlar. Aldı bilen biz kitapga kirishdan ilgari bugungi darsimizningki umumiy mazmunni va xulosalar ekranda sizlarga ko'rinayotgan tushuncha bo'yicha bir yig'inchoqlab olaylik aldı bilan. Hamma bilasizlar, Payg'ambar alayhisolatu vasallam Arab yarim orolida maydonga keldi. Ilgari darsda deb o'tdim buni men. Shu Rasulullohning tili Arab. Rasulullah kelgan shu millatning tili Arab. Ashu davrining o'zi Arablar mushu til jihatda eng yetilgan bir davr. Til jihatda musobaqaga tushgan, til jihatda o'zaro bir-birisi bilan musobaqa qilishadigan. Bugungi kundalik dunyoda puldan aylanayotgan bo'lg'achqa dunyoning u yerlarida u yarmanka, bu yarmanka deb bunda yarmanka o'tkaziladi. Ya shunga o'xshash Arablar shu vaqtida yillik bir munosabatlar bilan til, adabiyot, she'r bunda musobaqalarni o'tkazadi. Yani til jihatda ular eng yuksak bir darajaga qana qilgan yetgan. Qur'on shu yuksak til qoidalarining texmi yuksak bir saviyasida qana qilgan tushirilgan bo'lg'achqa Qur'ondagi nurg'un ifodalar til ifodalash kuchi bilan, tilning ifodalash kuchi bilan sahobalarga tabiiy qanday qilinadigan tushuniladigan bir ahvol bor o'z vaqtida. Shunga men ikkinchi kunisi darsiningki bir narsani dedim, balki esingizda bor yoki yo'q. Sahobalar Rasululloh kelib anda biz so'zlagandek boshqa kitob yozgandek tom tushunadigan ish yo'q tafsirini.
Kelib oyatni o'qiydi, tushunadi darhol. Nima uchun tushunadi? Arab bo'lganligi uchun emas. Aramlarda arab davlati bo'lib kelganligi, arabning Qur'onni silib o'qiy olmaydigan, tushunmaydiganligi. Nima uchun avval tushunadi desa, chunki yashayotgan bir muhit Qur'on so'zlayotgan tam mazmun shu muhitda bor. Yani terdel musulmonlar din almashtirgan vaqt. Az ilgari ular hammasi nimalikda? Mushrikda, necha yil mushrikda. Yangi musulmon bo'lgandan keyin kallasida nurg'un savol ishoratlari bor. Ma'no hukmi nima, ana hukmi nima, qiziqdi. Inson qanday bo'lganda, bunday degandek. Lekin yangi jamiyat bo'lg'achqa nurg'un masalalar yuz berdi. Nurg'un masalalar yuz berdi. Shuning bilan bu masalaga qarata bir savollar o'rtaga chiqdi. Ya Resulullah'dan so'raydi, ya o'zaro bir-biridan so'raydi masalan. Ba'zilar Resulullahga yaqin kundalik hayotda Resulullahdan ayrilmaydi. Ba'zilar sal yiroq. Shunga ba'zilar oyatni obdan tushunsa, ba'zilar bo'sh tushunadi. Shuning bilan sahobaning o'tirida tushunmagan oyatlarni o'zaro bir-biridan so'raydigan bir ahvol shakllangan. Masalan, hammadan til saviyasi o'xshamaydi. Hammadan o'zimizni Uyg'ur deb turamiz, Uyg'ur tilini hammadan o'xshash tushunmaydi. Shunga o'xshagan sahobalarning hammasi arab bo'lgan bilan o'xshash tushunmaydi. Ba'zilar yuqori, ba'zilar tuvan. Bilmaydiganlar bildiganlardan so'raydi. Ular javob beradi. Ikkisini tushunolmasa, yana birisidan so'raydi. Eng oxirida hech kim bilmaydigan bir masala o'rtaga chiqib qolsa, Rasulullohdan so'raydi, Rasululloh deb beradi. Ya'ni Rasulullahning davridagi tafsir qarindoshlar mush shaklda. Sahobalar o'zaro bir-biridan so'raydigan, Rasulullahdan so'raydigan, Rasululloh javob beradigan mush shakl. Undan boshqa tafsir shakli yo'q. Endi undan keyin asta bir tafsirning shakllangan davrdir va buni so'zlaymiz. Biz mushu asosda tafsir davrini bir nechaga bilib olamiz sahobalar. Masalan, hozir ekranda chiqib turibdi. Birinchi marhala at-tafsir fi ahd ar-rasul. Bayatdan men tushungan bo'lsangiz, sizlarga tushunib bo'ldim buni. İkincisi at-tafsir fi ahd as-sahaba. Rasululloh dunyodan ketdi. Sahabalarning eng oxirgisi Hijriyaning 100-yilgacha qanday qildi? Yaşlı hesabda 105-yilgacha. Demak, Rasululloh dunyodan ketib 90 necha yil atrofida sahabada yashadi. Bu davrda sahabalar o'zaro duch kelgan masalalarni Qur'ondan izlab, Qur'onga bergan bir tushunchalari bor, izohat tafsirlari bor. Bu haqda so'zlaymiz. Ya'ni sahabalarning kim mufassir? O'tirg'i Qur'on tafsir qilaman deb chiqqani kim u? Üçüncü merhale sahabalardan keyingi davrdagi tabi'inlar davridagi tafsir. Dördüncü merhale şu Hicriye'nin 2. asrınınki tahminen aldı keyin olab yazıqchilik boshlangan bir davr var. Bunu biz ahdu tadvin deymiz. Yani hatırlash davri deymiz. Şu vaqtdan boshlab tafsir boshqacha bir uslubni, boshqacha bir shaklni o'z ichiga olgan. Sadoqdaşlar. Bu 4 bosqichda ayırsak buludu tafsirini. Bunun ikilimiz birinci bosqichdan bayatni azroq sizlarga tushundirish berdim. Yana qayta deb o'tsek, bayatni tushundirish bergandan boshqa birinci davriga munosabatli tafsirga kelsak, Rasulullohning davridagi tafsiri haqida ilmlar manda bir nuqta o'tirib qo'ydi. Ya'ni Rasululloh sahobalarga Qur'ondan qanchalik tafsir qilib bergan. Qur'onning hamini tafsir qilganmi yoki Qur'onning ma'lum bir qismini qana qilganmi, tafsir qilganmi deb. Bunda ikki xil ko'z qarash bor. Men muhim mazmunlarni ekranda rangli qilib qo'ydim. اختلف العلماء في مقدار ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن إلى قولين. İki xil fikir var. İki xil fikirninki el-awwal, birinci xil fikirde Rasulullah sahabalarga Qur'onning ma'nosini hammani bayon qilib bergan. Xuddi lafzini bayon qilib berganda. Ya'ni Rasululloh birma oyatni tashlab qo'ymay o'qib berdi sahobalarga. Ma'nosini ashla bayon qilib bergan deydi Ibn Taymiya qatorli ulamolar. Bularning dalili aslındaki bir neçe delil. Birinci delil aslında sızıksız qo'yilgan şu delil şu. Ve anzalna ileyke zikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim ve la'allahum yetefekkerun degan oyatda Allah subhanahu va taolo Rasulullahga kishilarga ularga tushirilgan Qur'onni bayon qilib berishing uchun degan bir iboratni tutib olib, bu yerga bayon qilib berish Qur'onning lafzini bayon qilib berishni o'z ichiga oladi, ma'nosini bayon qilib berishni o'z ichiga oladi. Bu ayetni tutquluq qiladi birinchi dalil. Ikkinchi dalil
Abi Abdurrahman Süleyman'ın bir hadisi var. Sahabalarning Qur'on o'qish hayotini tasvirlab, ular bizga Qur'on o'qib turadigan kishilar vaqtda shularning deyishicha bular Rasulullohdan o'qishni talab qiladi. Ya'ni Rasulullohni o'qitadi o'zi. 10 oyat o'rgansa, uning ichidagi mazmunga amal qilganga qadar keyindagini davomlashtirmaydi. Ashta qilib Qur'onning hammani o'rganib, amal qilib, bilib oxirlashtirgan. Ya'ni demakchi o'g'ini har oyatning lafzi bilan ma'nosini bilib Rasulullohdan o'rgangan demakchi. İki delil ekepti. İkinci fikir sahabdaşlar Resulullah sahablarına az bir kısım ayetlerle bayan qilib bergan deb kelib bularni delil keltirdi dedi. Delilda Ayşe radhiyallohu anhadan kelgan hadisda Resulullah Qur'ondan bir necha oyatlarni tafsir qilib berdi. Bu tafsirni Jibril alayhisalom Rasululloh o'tib qo'ygan hadis, munkar hadis, shunga e'tirof qilinmaydi. Endi buning ichidagi rojih ko'z qarash nima desa, biz ikki xil ko'z qarashga qo'shilmaymiz bu yerda. Resulullah'ın bütün ayetlerini tefsir qilib qo'ygan bo'lishi mu? Bek to'g'ri emas. Yoki mayda az tefsir qilib qo'ygan deyishmi? Ham to'g'ri emas. Allah nima deymiz unda desa, Payg'ambar alayhisalom hammani bayon qilib bergan. Nima ishqa? Minal oyatlarning ichida buni tushunish, arab tilini tushunishga qarashib qolgan. Manalar va degani arab tilini bilsam tushungildigan oyatlar bor. Bunda ayetlerini Resulullah sahabalarga qanday qilmasin bo'ladi, tushunib bermasin bo'ladi. Undan boshqa ayetlarning ichida tushunchisi ashqallig'i tizlantirilganlar bor. Ma yatabadaru fahmuhu ila al-azhan. Nimishqa sizlarga birisi oyatni kelib aqimus salat deb oyatni birini o'qib bersa, mencha sizlar mushu aqimus salatni tushunishda bir tafsirga ehtiyoj bo'lamizlar. Yo'q. Namoz o'qimadi shu tugaydi ekan. Hurrimat alaykum ummahatukum desa shu anamni harom qilindi desa boshqa gap yo'q-ku. Anasini masalan ana bilan bola nikoh qilish harom degan boshqa gap yo'q. Bunda gapni tushuntirishim bo'ladi deydi. Uchinchi xil dalilda yana oyatlarning ichidan Alloh o'ziga tanlagan oyatlar, masalan qiyomatning bo'lishi, jannatning tasviri, do'zaxning tasvirlari va buni Alloh o'ziga tanlagan. Uni hech kim bilmaydi. Hatto Rasulullohmi bilmaydi, o'zi bilmaydi, sahobalarga qanday tafsir qilib bersin deydi. Dördüncüsü bunun ekegan kuchli fikrininki ekegan. Oyatlarning ichidan uning nah ma'nisidan, ma'nahul mutabadir. Nah ma'nisidan ortiq ma'nolarni bilishda hech nima yo'q, ahamiyat yo'q. Masalan, Ashabul Kahfning ishtiba buni yangi qandoqda bu falon narsani bilmasin bo'ldi. Buni Rasululloh tafsir qilib o'tmaydi deydi. Tamam. Endi mujnunga asosan biz bir narsani jazm qila olamiz. Ala hada Rasululloh ve sahabalarga Qur'onning hamma oyatlarini tafsir qilmagan. Bu bir. Yana birisi Rasululloh sahabalarga intayin az oyatni tafsir qilib bergan degan gapmi to'g'ri emas? Shu normal tushunsak bo'ladi. Tafsir qilgan az emas va hammasi emas. Bu shaklda. Endi Rasululloh Qur'onni qanday tafsir qiladi degan kelsak, men bugungidek anda bir oyatni soatlab tafsir qilgan ahvol yo'q. Nima ish qiladi? Nazlak deb o'tdim arkadaşlar. Sahabalar şu vaqtda tayyor o'qib qolgan edilar. Kallisda sual tayyor. Sual ishoratlari nihoyat ko'p. Mush masalaning hukmi qandaydir? Shundami? Ishning hukmi qandaydir? Oyat tushdi, naq birisiga tushdi. Masalan, bugun Istanbulda bir ish yuz bergan bo'lsa, eg'ir ishdan birisi. Hammalar qattiq shu ishning g'amida qoldik. Nim bo'lgan ish bu, qanday bo'lgan ish bu, paloni qanday. Shu vaqtda men so'rimiga keldim. Palon ekan emasmi u deb ishni qilgan odamning ismini desam, voqea yuz bergan voqea jarayon demasammi, shaqqa tushirdi. Mushu nuqtadan Rasululloh o'zining sahobalariga andajoq tafsir qilib bermasin bo'ladi. Faqat sahobalar tushunadigan bir masalab qolsa, shaqqidan tushundirsa, bir so'zning ma'nosini tushunadigan bo'lsa, uni bilib tushundirsa, bir oyatdan anlatgan hukmni tushunadigan bo'lsa, tushundirsa, bir ixcham oyatni bayon qilsa, mushkil qiyin oyatni izohlasa, am oyatni xoslasa, mutlaqni qayd qilsa, bir so'zning ma'nosi, munosabatlik ma'nolarini bayon qilib bersa, tugaydi. Rasulullohning tafsir qilish shakli bu savoldoshlar. Ondan keyin biz Rasulullohning davridagi tafsirdan keyin sahobalarning davridagi tafsir bobiga boramiz. Sahobalar shu Rasulullohning davridagidan bek farqlanmaydi. Azroq farq bor ekan. Rasulullohning davrida qanday tafsirlar ahvoli ibodatdan so'zlab o'tdik. Sahobalar
birisi tushunmaydiganni birisi tushunadi. Tushunmaydiganlar tushunadiganlardan so'raydi. Endi uni tushunmasa, buni tushunmasa, yana sahobaning ichida tushunadigan odam bo'lmasa, Rasulullohdan so'raydi ya. Dal sahobaning davridagi tafsirimiz shu. Sahobalarga bir ma'no maxfi bo'lib qolsa, Rasulullohga murojaat qiladi, bayon qilib tugaydi. İkincisi, eğer bunda ahval bo'lmasa, an öz ijtihadatiga qaytadi. Tabiiyki, sahobalar ijtihad qiladi degan gap hammasi o'xshashgan gap emas. Chunki hammasi sahoba bo'lgan bilan hammasininki idrokati o'xshamaydi, til tushunchasi o'xshamaydi, yashagan muhit o'xshamaydi, u o'xshamaydi, bu o'xshamaydi. Bir odamning aqli bilan bir odamning aqli o'xshamaydi. Mush nuqtalardan sahobalarmi bu jihatda hammasi nima emas, o'xshash emas. Hatta İbn Abbas'ın kelgan mana bir gap radhiyallohu anhu. İbn Abbas deydi, men Fatirus semavat vel ard deb oyatdagi Fatirus semavat degan oyatdagi Fatir degan so'zning ma'nosini tushunmaydim deydi. Hattoki ikki saralab kelib bir hukmda dat olishib, yaqinmaqadan siqishib qopti, bir quduqni talishibdi. Birisi deydi, ana fatartuha deydi. Yana birisi deydi, ana fatartuha deydi. Ha, asli fatara degan bir narsani yo'q yerdan paydo qilgan, yasagan fatara ekanda, ma sahoba debdi, ma quduqni men paydo qilgan, men ko'lagan desa, ma arabiy deydi, ma quduqni men ko'lagan deydi. Ha, shu fatara degan asli yo'q yerdan paydo qilgan gapgan. Undaganda Fatirus samawati vel ard degan osmon zaminni yo'q yerdan paydo qiluvchi ekan asmo deb shu vaqtda tushundim. Qaranglar, hatto Ibn Abbas radhiyallohu anhu noma tushunmaydigan yeri va keyin asta tushunadigan taraf bor qarindoshlar. Bu bir. Endi sahobalarning biz inshaalloh o'qiymiz, keyingi darslarda o'qishimiz mumkin. Va bugungi tafsirlarning xilma-xil shaklda o'rtaga chiqishi, o'xshamagan tushunchalarning o'rtaga chiqishining bosh manbasi sahobalardan kelgan, sahobalar. Sahobalarning 4 cho'ng sahoba bor, tafsir sohasida turilgan. Birisi Ali radhiyallohu anhu, yana birisi Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu, Ibn Abbas radhiyallohu anhu qatorliq bir necha donliq sahobalar va undan boshqalar bor, Abdullah ibn Mas'ud bor. To'rtdimi Abdullah ibn Mas'ud bor. Tabii boshqalar bor, ammo eng donliqlaridan da'vatimi Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu shu sahobalarning dastlabki davrida qazo qilib ketgan, ammo qazo qilib ketishining oldida Madinani markaz qilgan bir shaklda tafsir yuritildi, ya'ni tafsir taqdirlar. Bundan Madina tavasidagi undan keyin chiqqan butun ulamolar, masalan Malik, Imom Malik deymiz, hammasi Ubay ibn Ka'bning ta'siriga uchraydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Mekkada. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Mekkedan chiqqan butun keyingi tabi'in ulamolarning hammasi Ibn Abbas radhiyallohu anhuning fikriga uchraydi, ta'siriga uchraydi. Ali radhiyallohu anhu dastlabki davrda Madinada, keyingi davrda Kufada. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu mu dastlabdan tortlan, Umar radhiyallohu anhuning davridan tortlan Kufada. Shu İmom Azam rahimahullohninki ilm jihatdagi nasibi kimga tutishdi? İbn Mas'ud radhiyallohu anhu tutishdi. Ya'ni ikkinchi yoki uchinchi shogirdiga to'g'ri keladi. Hammasiniki ma'lum darajada bir sahobaga bog'lanadi. Demak, asli masala, aslidagi manba sahobalar. Sahobalar shunda farqli tushundi, undan keyingilar farqli tushunib menga yoradi, kengayib menga yoradi. Sahobalar nima uchun farqli tushunadi? Bunda 5 sababni ep qo'ydim. Birisi tushunch vositalarida farqliq, masalan til bilishi farqliq, Rasulullohga hamrolik darajasi farqliq. Hammasi Rasulullohga kechkuni bilib turganmiz, ba'zilar chin chaplashib har doim ketmaganlar va İbn Abbas radhiyallohu anhu. İbn Abbas radhiyallohu anhu alohidligi nima bilamsizlar? Rasulullohninki ham tag'isining bolasi, mana Rasululloh tarafdimi tuqqan. Rasulullohning ayoli Maymunaning ham jiyani. Ana o'g'annikin mahram masalasi tufayli uyga davomli kirib chiqaveradi. Boshqalar haqqancha Rasulullohga yaqin tursin uyga kirolmaydi. Lekin İbn Abbas radhiyallohu anhu uyga kira oladi, hatto kechsa billa quna oladi. Chunki hammasining uyi. Mabr alayidlik İbn Abbas radhiyallohu anhu'ni boshqalar qilgani ko'proq fursat ega qilgan. Undan boshqa uchinchisi sabab nuzulni bilishdagi farq. Sabab nuzul degan oyat tushgan vaqtdagi voqelik. Rasululloh bir yerga borgan bo'lsa, shu yerda bir oyat tushgan bo'lsa, bu voqelikni kim obdan biladi bilamsizlar? Shu safarda ba odamni obdan biladi.
Yo'qlar bağlarını anlaydı. Sonuçta şu seferinin üstüde şu vakanın üstüne şahit olganlar sebebinizin anlamdan bildi. Bular ayetini başka düşünüyordu. Yo'qlar aşulardan so'rashga mecbur. Beşincisi aqli idrokatga farq qilmaydi olabilirsizlar. Bir sinfda 30 bala o'qib qolsa 30 balaning aql idrokati 30 xil. Tabii sahabildim ayında farq chiqishi muhakkak. Anikin sahabilarning tafsiridagi eng gavdilik alohidliklar. Abraz as-simat degan gavdilik alohidliklar. Birinchisi sahabilarda isroiliyat az. Mishqa Rasululloh ularni isroiliyatga yaqinlashtirdi. Isroiliyat degan nima bilamizlar, qardoshlar? Ama İslam dini Hristiyan, Yahudi dininin davamıcı bu. Bunu düşünüşte doğru düşünsek oldu. Allah Yahudi dinini öğretti. Aslında İslam. Gerçi namı İslam olmasına. Musa Aleyhisselam'dan öğretti. Ola bir mezgil menep ondan keyin hatalaştı. Yoldan çıktı. Sonra İsa Aleyhisselam'dan öğretti. İsa Aleyhisselam'ın eğer kişiler bir mezgil yolda menep hatalaştı. Resulullah'dan öğretti. Hemmesi asli bir din. Nurgun taraflar o'xshab qoladi buningki. Prinsipçe asli o'xshash. Shu haq o'zgartib etmasa asli tamamen o'xshash. Furqat ba'zi shaxschi qo'shimcha vaqt, sharoit munosabati bilan o'zgargan ba'zi ahkomni nazarga olmaganda qolgan jihati o'xshash. Anda o'xshash bo'lgandan keyin mana bir taraf bo'ladi. Qur'onda ba'zi masalalarni shunday tilg'ilinsa, adam deganning ham cho'nqurlig'i qildi-chu. Odam alayhissalom bilan shaytonning voqeasi shunday tilg'ilinsa, shaqqiday undan keyin nima bo'lgan bo'g'aydi? Qur'on to'xtaydi-chu, ularda kengaytmaydi. Chunki masala ibrat masalasi voqealikning tarixiy kitob bo'lmagan ekan. Musa alayhissalom bilan Xizrning gibi chiqsa, munosabatlik taraf bilan so'zni to'xtaydi qolgan tarafi. İnsanning vujudi nima bo'lgan bo'g'aydi deydigan bir intilish paydo bo'ldi. Tam mishekiga vaqtda ahli kitobning kitoblarida yine mushunday munosabatlik voqealar var. Ya oldi va ya keyni var. Shuni bilan musulmonlar ha Tavratda qanday gap bor? Mana gap bor. An mufassirlar akaplam o'zining tafsiriga kirgizib, nurg'un Isroiliyat bugungi tafsirlarda bor. Tam sahabalar mush ishda az demakchi. Sahab Isroiliyat ammay demakchi. Ikkinchi davrda olib chiqqan. Chunki Rasululloh bularni da qo'llaydi. Ondan keyin sahabalarning tafsirini Qur'onning hamma o'ziga olmaydigini sahabalar ana to'liq tafsir qilmaydi. Nimishqa sahabalar hammasi degidek Qur'ondan az olsun ko'p bo'lsin biladi. Unda o'g'andigan tafsir qildiganlar neni tafsir qilsanglar bilmaydigan yerni tafsir qiladi. Masalan deylik bir sahabilni mushu hozirgi ishxona yoki mushu yerdagi 10 odam desak, bu 10 odamning hammasi hech uqmaydigan odamlar emas. Ovozroq biladi, ma'ozroq biladi. Men hammadan jiqroq bilgan bo'lsam, men bularga tafsir qilib bersam, neni tafsir qilib beraman bilamsizlar? Mushuni bilmaydigan yerni tafsir qilib beraman. O'g'andigan sahabalarning Qur'onning hammani tafsir qilishga hech ehtiyoji yo'q. Chunki atrofidagilar to'liq bilmaydiganlar emas, biladi. Bilmaydigan yerni tafsir qildi, bu bir alaylik. Uchinchisi, tafsirda bak zo'rlashmaydi. La yatakallafuna tafsirdagini tafsirda fawqaladanda tafsir qilsam bo'ldi deb bir oyatni 2 soat tafsir qilamiz. Mayli. Ig'ir darajada cho'ng qurilmaydi. Yengil, oddiy, tushunishli. To'rtinchisi, ularning tafsirini xotirlash lazım. Sahabil davrida tafsir xotirlanmagan asasen rivayet ve telqin degan gap ig'zoki. Masalan, men bir mufassir cho'ng sahabining davrida tafsirini qiltirma oldida o'tirgan odam anglab o'tirib, mushu tafsirini ig'zoki yo'tkaydi. Uning shogirdi ig'zoki yo'tkaydi. O'sha qilib 2 asrga yaqin vaqt butun bilimlar, mayli hadis, tafsir va boshqa falan hammasi ig'zoki yo'tkaldi. Yezish davri taqanda asan boshlanmadi. Undan keyin kelsak, saboqdashning shu gap, sahabaning tafsiridagi manhaji manda cho'ng jihatda 3 shaklda davom qildi. Birisi, sahabalar ko'p hollarda Qur'onni Qur'on bilan tafsir qildi. Sizlar inshaalloh pat arada biz tafsirga kirishimiz mumkin. Shu vaqt misollar bilan ko'z tutib oyat ko'p hollarda oyat bilan bog'lanib chiqadi. Bir yerda emas, Qur'onning hamma taqtil oyatlar bilan. Bir oyatni shunday qo'limizga olib, ma oyatning ma'nosi nimadir desak, yana bir yerni aqtarsak chiqib qoldi shu oyat. Bir yerga chiqib qoldi. Ashtalar Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish, Qur'on tafsirlanishdagi eng ishonchli tafsirning birisi. Bu sahabalarning manhaji. Ikkinchisi, sahabalar Qur'onni Rasulullohning so'zi bilan tafsir qildi. Masalan, allazina amanu va lam yalbasu imanahum bi zulmin degan oyat tushgan vaqtda sahabalar ig'ri keldi. Zulm degan anaqa o'ziga qilib qilish degan gap-ku. O'ziga qilmaydigan odam yo'q. Masalan, olam suvoq, havo suvoq. Men suvoq havoda chapan kiymay chiqsam, o'zimga qilgan bo'laman masalan.
Bika suqa qaval chapan kelmay chiqib zukam bo'lib qolsa, o'zim mushuma endi mu'min emasmi deydigan bir xil to'g'ri kelib qolgandan keyin Rasululloh buni tushuntirib, bunday edi. Ya, u yerdagi zulm musulmonga tushungandan keyin emas. Al Qur'onda Luqman o'zining o'g'liga qilgan bir nasihat bor ya. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Allohga shirk keltirma, Allohga shirk keltirish buyuk zulm deydi. Ashu zulm demakchi. Rasululloh tushuntirib berdi ma'ni. Sahobalar boshqa shaklda tafsir qiladi. Endi Mishel Luqman Timidin sil chatmay savoqlashlar. Nima uchun shirkni buyuk zulm deydi savoqlashlar? Desanglar, Alloh subhanahu va taolo dunyoda insonni eng ulug' qilib yaratdi. Mahluqlarning ichida insonni eng hurmatli, eng ulug' qilib yaratdi. İnson o'zidan boshqa, ya'ni Allohdan boshqa hech kimga bo'ysunmasin bo'ldi. Bir tek Alloh bilan bo'ysunish majburiyati va undan boshqa butun mavjudot inson uchun xizmat qiladi. Mushu inson mushu liniyadan chiqib, birisi-birisiga bo'ysunadigan, birisi-birisiga ibodat qiladigan, o'zining tuvan toshga ibodat qiladigan, o'zining tuvan muzayga ibodat qiladigan, va kalaga ibodat qilib, kalaning ostida dastirib yuradigan, shu kalaning suyuklarini ichadigan ishlar bu insonning o'ziga zulm qilgani uchun. Ashu Allohga shirk keltirish tam insonning o'zi. Insonni Alloh mahluqlarning ichida birinchi darajadagi qo'ysa, inson o'zini pastga tushirvag'ini insonning o'ziga qanaqa qilgani, zulm qilgani bo'lmaydi demak. Shuning uchun yerda buyuk zulm deb ataydi. Sahobalar mush shaklda tafsir qiladi. Uchinchisi ijtihod va istinbot. Endi sahobalar deb o'tdik darsimizdan beshida va ilgirgi darsda sab arab sahobalar yashagan davr arab tilininki eng gullangan davri bu bir. Ikkinchisi sahobalar Rasululloh bilan birga yashash 20 yil jarayonida Qur'on tushgan voqealiklarga shohid bo'ldi, hodislarga shohid bo'ldi, Rasulullohning ig'izlari. Tabiiyki, bir odam ma'lum bir sohada uzun mavzu tursa, shu soha uningga tushunilib bir ruh paydo bo'ldi. Shu sohaning ruhi uningda paydo bo'ldi. Tabiiyki, sahobalardan ashroq paydo bo'lgan, ya'ni dinning ruhi, maqosid shariat. Shu nuqtadan o'zi ijtihod qiladi. Bu sahobalarning davridagi tafsiri nimasi? Yo'q. Bugun darsimiz mushaqcha bo'ladi mazmun jihatda. Sizlarga darsning oldida bir o'zat shaklda menchilik tushuntirdim. Endi kitob qarasak, qolgan tafsilotini kitobdan o'qiymiz o'qitishlar. Men kitobni ochay. Bugungi darsimiz mushay keldi, o'qitishlar. Yani kitabının 14. beti Neş'atu ilmi tefsir ve merahiluhu. İlmi tefsirininki peyda oluşu ve onun basqıçları. Ben sizlerge harfen tushunishga bo'lsin uchun tarjima qilib beraman va mazmunni bayatni tushuntirilgan mazmun bilan birlashtirib takrar tushuntirib beraman. Tushunmagan taraf bo'lsa yoki xat yozsam bo'ladi yoki darsdan keyin so'zsam bo'ladi. Jarat sunnatullohi ta'ala fi irsalir rusul va inzalil kutub ay yab'atha li kulli ummatin nabiyyan bi lisani qawmihi wa ay yakuna kitabuhu bi lisanihim. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nınki peygamber evetiştiki kalemini kullanmalıyız. Allah subhanahu wa ta'ala'nın peygamberlerini evetiştiki ve kitap düşürüştiki kanuniyeti bolsa qanday jari oldu desanglar her ummetke şu ummetning milletining tili bilan peygamber evetiş bop jari bo'lib keldi hozirga qadar. Shu shaklda peygamberlar öğretilib keldi. Agar inglizlarning ichidan payg'ambar avatilish to'g'ri kelsa, ingliz tilidan cho'qim. Arablarning ichidan arab tilidan keladi. Agar tarixda bizning ichimizdan payg'ambar avatilgan bo'lsa, mutlaqo bizning tilimiz bilan keladi. Ve ayyekun ayyab'ataga atfuludu ve şu peygamberninki ya şu kavminin kitabı şularning tili bilan buluş arqılıq Allah'ın sünnet kanuniyeti jari bo'lib keldi. Hatta bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve ta'ala tüyendeki ayet arqılıq ifadlaydı. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Biz her qanday bir peygamberini evetsek öz kavminin tili bilan evettik, ulağa bayan qilib berish uchundir. وظهر محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap yarım aralığında meydana çıktı, oturuğa çıktı.
وأنزل الله عليه القرآن بلسان قومه لسان العربي. Allah subhanahu wa ta'ala şu Muhammed aleyhi salatu vesselam'a özünün kavminin tili bilen, qaysi tili o? Arab til bo'lgan tili bilan Qur'onni tushirdi. Bu mesele tövendeki ayette bayan kılındı. İnna enzelnahu Qur'anen Arabiyyen. Biz o kitabını Arapça Qur'an kılıp düşürdük. Leallekum ta'qilun. Sizlerinin düşünüşünler için. Yani bir ayette ve nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yani Qur'an'ı ruhul emin Cibrail sizin kalbine erip düştü. Sen uç roşan Arap dili bilen erip düştü. Sen agahlandırıcılarının qatarıdın buluşun üçün. Ma şekilde Qur'an'ın Arap işlerliğini Allah subhanahu wa ta'ala bizge yukarı ayetlerde bayan kıldı. Hem de şu vaxtki kişiler ve kânel kavmu araben xullasen ve kâneni tercüme kılan vaxtda iyi dep tercüme kılasılar. Ötken zamanını ifadələydi. Başka məzmun yok. Kişiler, kavm kişiler ise sap Arap idi. Sap Arap idi. Bula Qur'an-ı Kerim'ni Arap xarakterinninki ve Arap tilininki taqazzası bilen düşünetti. Lekin, gayra degeni lekin bu. Qur'an Araplarning sözlerinin başqasıga özünün elfazları ve til, balağat, uslubları bilen üstün turatdı, ma'nisidan başqa dığı. Ma'nisi o üstün, hatta sözlerinin rətlənişi, uslubu cəhətdimi başqa kitaplar sözlerden yuqur turatdı. Demek Qur'an'ın bir seviyesi var demekçi. Qur'an adattaki hemmeden okusunduğun kitap emas. Seviyesi var. Şunlaşqa ular Qur'an'ni tushunishga saharlar demekçi. Ve Qur'an'ni idrak qilishda farqlanadi. Gerçi ulardan her biri Qur'an'dan şu Qur'an'ның möcüzlikiga uni baradigan, to'xsizdigan ma'lum mazmunni bilalisimu. Endi demekçi o'g'ini Qur'anni professor tadqiq qilsimi baradi shu möcüzlikiga, odatdagi odam kirishib tadqiq qilsimi baradi shu möcüzlikiga, qaysi sahadagi odam tadqiq qilsa shu Qur'anning möcüzligiga to'xtaydi. Lekin farqli shaklda, hammasi o'xshash shaklda emas. Unda olgandan keyin yoki bo'lmasa a'ning izoh şekilde. Masalan, ularning ba'zisi boshqalarga tutuq bo'lib qolgan ma'nilarni qana qiladi, tafsir qiladi. Ayadagi min ma'nan degan so'z ma degan so'zning bayoni. Shuni tarjima qilgan vaqtda min ma'nanni ma'ulan qo'shib tarjima qilib, boshqalarga tutuq bo'lib qolgan ma'nini tafsir qiladi. Agar ularga bir söz qiyin bo'lib qolsa, o'shkilar qiyin bo'lib qolsa, yoki ularga bir maqsad tutuq bo'lib qolsa va shuni ularga tushuntirib qo'yadigan kishini topolmasa, ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suratda fabayyanahu lahum. Rasululloh ularga bayon qilib berdi. Ahvol shu. Yani sahabalar bilan Rasulullahning davridagi tafsirining umma ahvoli shu. Mana buni bilan ilmu tafsir maydonga keldi. Ondan keyin bu ilm bir qancha bosqichlardan o'tdi. Buning eng obrazligi men bayatdan sizlarga tushuntirgan 4 bosqich. Buning birinchisi al-marhalatul ula at-tafsir fi ahd ar-rasul sallallohu alayhi va sallam. Rasulullahning davridagi tafsir bosqichi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onni saqlab turishga kepil oldi. Faqat takaffalallohu subhanahu wa ta'ala bi hifzil Qur'an. Qur'onni saqlashga Allah kepil oldi. Qur'onda dediki inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni tushirdik, biz saqlaymiz dedi. Yani shundaqla, mana kama degani shundaqla o'zining payg'ambari Muhammad alayhi salatu vasallam uchun Qur'onni qalbida juglab birishga ham kepillik qildi. Rasululloh bugünkidek biz jafot atib yodlagandek jafot atmasimi? Rasulullahning qalbida Qur'onning yod beti turishiga Allah kepillik qildi.
Bu haqda Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alayna jam'ahu va qur'ana. Sen ma Qur'on bilan tilingni oldirib harakatlantirma. Jibril alayhisalom deb turibsa Rasululloh unutib qolmay deb takrorlab olay deb ancha-muncha o'qiydi emasmi? Jiddiy. Unda qilma. O Qur'onni to'plash va o'qish bizning ustimizga vazifa deb Alloh subhanahu va taolo Rasulullohni qanday qilgan, xotirjam qilgan. Chunki Rasulullohning vazifasi boshqa edi. Qaysi vazifa edi? Thumma undan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambari Muhammad alayhi salatu vasallamga Qur'onni shu kishilarga bayon qilib berish va ularga Qur'onni tafsir qilib berish vazifasini otdi. Kallafa degan gap taklif qildi, vazifa otdi degan ma'noda. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining payg'ambariga xitob qilib dediki: "Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun." Biz sizga zikrni tushirdik. Nimishqa kishilarga ularga tushirilgan Qur'onni bayon qilib berishingiz uchun va la'allahum yatafakkarun. Balkim bular mush orqali o'ylanishi mumkin deydi. Shunglashqa faqat kana sahaba radhiyallohu anhum ularga Qur'ondan tushunish qiyin bo'lib qolgan taraflarda Rasulullohga murojaat qilibdi. Yajidun al-jawab ash-shafiyya. Yetarlik javobni qana qilibdi, topatdi. Sahabalarning ahvoli Rasululloh bilan başladı. Şunga vaqad ixtilafa al-ulama fi miqdar ma fassarahu ar-rasul sallallohu alayhi vasallam min al-Qur'an. Ulamolar shunga Rasululloh tafsir qilgan Qur'onning miqdori haqida ixtiloflashadi. Rasululloh sahabalarga qanchalik tafsir qilib berdi Qur'onni degan haqida ixtiloflashadi. Ikki fikrda ila qavlayndigini ikki xil fikrda ixtiloflashib qoldi. Birinchisi anna Rasul sallallohu alayhi vasallam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahabalarga Qur'onning ma'nosini bayon qilib berdi, xuddi alfozini bayon qilib bergandek. 30 par Qur'onni bir harf tushirib qo'ymay o'rgatgandek, ma'nosini ham qanday qilib o'rgatganlik deb Ibn Taymiya va Ibn Taymiyaning boshqa ulamolar bunday ifodalaydi uni. Hayso qoldi, bunday ifodalaydi. Ya'ni yajibu an yu'lam shu bilinish kerakki, Payg'ambar alayhisalom sahobalarga Qur'onning ma'nosini bayon qilib berdi, xuddi alfozini bayon. Rasululloh bir harfni tushirib qo'ymaganlik-ku, bir kalimani tushirib qo'ymagan yetkizganlik-ku, shuningga o'xshash ma'nosini tamoman o'rgatib deydi. Buni dalil qilib oyatni o'qidim darsning oldida, mushu oyatni dalil qildi. Ya'ni li tubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Ularga tushirilgan Qur'onni bayon qilish vazifasi bor Rasulullohninki. Rasulullohning bayon qilishi labzni bayon qiladi, yatanavalu haza degan gap labzni o'z ichiga oladi va haza kim ma'nosini qanday qiladi ham o'z ichiga oladi deb qaraydi ma bir turkum kimlar ulamolar. Buning dalili wastadallu bi adillatin minha. Bular nurg'un dalillarni dalil ustida keltirgan bo'lib, shularning qatoridan birinchisi bayatni o'qigan oyatimiz sura Nahlning 5-oyati. Ya'ni oyatda deydi Alloh: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Biz sizga zikr olgan Qur'onni tushirdik. Kishilarga shularga tushirgan Qur'onni bayon qilib berishingiz uchun balkim ular tafakkur qilishi uchun. Mishada Rasulullohning ustiga bayon qilish vazifasi yuklandi. Bayon qilish degan lafz bilan bo'lmaydi, ma'nosini ham bo'ladi deb qaraydi ular. Yine ma'lumotni keltirilib والبيان يتناول الألفاظ والمعاني. Ayette bayan qilish vazifasi ya. Şu bayan alfazlarni o'z ichiga oladi va ma'nolarni o'z ichiga oladi. Shundaqla xuddi Rasululloh Qur'onning alfazlarini bayon qilib bergandek, hammasini ma'nolarini hammasini bayon qilib bergan deb ma'no dalil qiladi. Bu bir. Ikkinchisi Abi Abdurrahman Sulayminning hadisini dalil qiladi. Haddasana allazina kanu yuqri'unana. Bizni shu Qur'on o'qitgan kishilar bizga so'zlab berganligini sahobalar bizga so'zlab bergan. Bular Rasulullohdan Qur'on o'qitdi. Rasulullohdan Qur'on o'qitdi. Yastaqriun asl lug'at ma'noda bir ustozdan qashqarib men uyutib qo'ysinlar, o'qiganni yastaqriun deydi. Rasulullohdan Qur'on o'rgatdi. Bular 10 oyat o'rgansa,
Şu 10 ayetning ichidagiga amal qilmoqcha ergashtirmaydi. Ya'ni demakchi o'g'ini sahobalar Qur'onni alfozlari bilan, ma'nilari bilan o'rgangan. Bular deydiki sahobalar biz Qur'onni va amal qilishni billa o'rgandik deydi. No'g'anda Qur'onni amal qilishni billa o'rgandik degan gap, Qur'onning ma'nosini tushundik degan gap. Sahobalar Qur'onning ma'nosini biz tushundik degan gap. Rasululloh bizga Qur'onning ma'nosining hammani debbayda tushundirdi degan gap. Deb bular Rasululloh Qur'onning hammasini sahobalarga tafsir qilib bergan deb qaraydi bu fikrdagilar. Bunun üçüncü delili savaştaşlar Enes ibn Malik radıyallahu anhu'nun hadisi bu. Deydi bu hadiste bir kişi Sur Bakar ve Al İmran'ın aramızda okursa ceddefini aramızdaki yaman çoğun işgal eden buldu deydi. Bu ne demek çoğunu? Oylap bakmama. Eğer lefziler maksat olup kalsa Al İmran bilen Sur Bakar degenini qanchalik vaqtda yodlab o'qib bo'ladi? Obdan o'ttasi bir adam 2-3 ayda yodlab. Sahobalar ashta cho'ng bilgudek darajada bo'lib ketdi deganga lafzlar emas, ma'nosi maqsad deydi. Bu bir dalil. Yana bir kelgan, Ma'varada degan yana bir kelgan asardan birisi bor. U o'smi shu Ibn Umar radhiyallohu anhuma Sur Baqarani yodlab necha yil tug'an deydi. Necha yil yodlab tug'an. Ba'zilar tarafidan deyildi 8 yil. Bir Sur Baqarani 8 yil yodlamda. Yo'q, Sur Baqarani har qancha galvon odam bo'lsa-ma, bir yilga qamaydi ham buni. 2-3 oyda. Ibn Umarning 8 yil yodildi degani nima desa, yodlashlam emas, ma'nosini tushunish. Shu Davud oxirisida vaqolulloh deydi-ki, agar murod maqsad yodlashlam bo'la olsa, Ibn Umar radhiyallohu anhu faqat ozgina zaman bilan ehtiyojli qildi. Undan o'g'andan keyin 8 yil vaqt ketganga qaragan vaqtda bu shuni isbotlaydi-ki, bu yerdagi maqsad ma'nosini qanday qilib tushunish. Sahobalar Qur'onning ma'nosining hammasini Rasulullohdan tushungan deb manda dalil qiladi. To'rtinchi dalili bular deydi-ki, aqliy dalillarni mavzu. Har qanday gapdan maqsad ma'nosini tushunish. Alfozsiz deydi. Masalan deydi, Yevropa taraqqiy qilgan bir davlatdan doktorlikning bir kitobi kelibdi, Yaponiyadan. Yaponcha kitob ekan. Doktorlik o'rganmoqchi bo'lganlar Yaponcha kitobni o'qiyversa, Yaponcha bir narsa tushunmaydi. Bu aqlga sig'maydi. Sig'maydi-da. Cho'qim doktorlikni o'rganish uchun Yaponcha mazmunning ichidagini tushunish kerak. Shunga o'xshash Qur'on insonni amal qilishga avatilgan kitob. U lafzlarni o'rgansa qanday o'rgangan bo'ladi bu? Ma'nosini o'rganmaydi deydi bular. Demak, bu masalada Qur'on avlo. Odat shuni cheklaydi-ki, bir kishilar panlardan bir panda kitobdan birini o'qiydi, deb o'xshash, hisobga o'xshash izohlamaydi. Bu odat normalda cheklanadi. Mumkin emas, bu aqlga sig'maydi. Unda olgandan keyin fa kayfidagi fa, unda olgandan keyin Allah'ın kelamına qanday bu gapni deyalaymiz-ki, bu Allah'ın kelamı kishilarning, sahobalarning saqlanishi dunyo oxiratdagi. Va bu kitob bilan ularning dunyo oxiratdagi nijotlik, saodati, din va dunyosining mavjudligi tusa, nima deb u lafzlarni o'rganib ma'nosini o'rganmaslik mumkinmi deydi. Mana birinchi fikrdagilarningki to'rt dalili savoqdoshlar. Birinchi fikrdagilar nima fikr deydi? Rasululloh Qur'onning ma'nosini hammani tafsir qilib bergan degan fikrdagilar 4 dona dalil keltirdi. Ikkinchi fikrdagilar qaysi fikrdagilar bu ikkinchi fikrdagilar Rasululloh az bir qism nayt olgan. Bu az debmi? Bek az deydi. Nayt az bir qismini tafsir qilib bergan deydi. Bular deydi, qalat taifa, bir bilik kishilar deydi. Taifa degan shu ilm oldim bir bilik demakchi. Rasululloh sahobalarga nayt az bir qism oyatlarni bayon qilib bergan deydi. Bular bir qancha dalilni keltirdi. Dalillar tuvandagi savoqdoshlar. Birinchisi Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan bir hadis bor. Aisha radhiyallohu anha deydi, Rasululloh Qur'ondan biror narsani tafsir qilmaydi, qilib qolsa ayan bi'adad. Ayan degani oyatning ko'pligi, bi'adad degani son sanoqliq, binatchi demakchi. Odatda bizlarga Uyg'ur tilida binasining ozligini ifodalamoqchi bo'lsak, 5 barmoqqa mo'tenkilgan deymiz, shunga o'xshash gap. Bu tafsirni Rasulullohga Jibril alayhisalom o'rgatib qo'ygan deb ma'lum hadis bor, lekin bu hadis sahih hadis emas. İkinci delili bularınki Allah özünün Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ını iniq nas işaret keltirib oyatlarning hammasiga maqsadga buyurmagan. Yoki o'zim qaytarib qo'yay.
Allah o'zining payg'ambarini oyatlarning hammasiga maqsadini aniq ishorat qilib boshqalarga deb berishga buyurmagan. Nimishqa? Bandalariningki o'z kitobi haqida tafakkur qilishi uchun. Magafning jinovatchi magafningki. Bula deydi endi. Agar Rasululloh butun oyatlarni tafsir qilsa, kim bir odam Rasulullohning tafsirini qap turib, ikkinchi qatim tafsir qila oladi. Kim javob qiladi uningga? Rasulullohning tafsirini menda qap turib, menmi Qur'onni tafsir qildim deb o'rtaga chiqalamdi. Chiqolmaydi tabii, javob qilolmaydi uni. Shuningga Rasululloh tafsir qilib bermagan. Nishqa bandilar o'zi tafakkur qilsin deb. Yani bu yerda Rasululloh ma'nisiga aniq ishorat qilmagan oyatlardagi maqsadni bilish nereden ilinadi desa, delil va alomatlardan ilinadi. Buni ham Rasululloh demaydi, demakchi bular. Bu ikkinchi dalil ma'lum dalildan xilajani vojima. Üçüncü delil bu deydi, agar Rasululloh Qur'onning ma'nisining hammani bayon qilib bergan bo'lsa, Rasulullahninki Ibn Abbosga qilgan duosining hech ahamiyati bo'lmaydi. Foyda oxirisida ma duoni kim tarjima qiladi? Agar Rasululloh Qur'onning ma'nisining hammani bayon qilib o'tgan bo'lsa, Rasulullahning Ibn Abbosga qilgan duosining hech ahamiyati bo'lmaydi. Ibn Abbos nima duo qilgandi? Allohumma faqihhu fid-din va allimhu ta'wil duo qildi. Rasululloh agar hammani tafsir qilsa, Rasululloh anglagan butun sahobalar bu darajada o'xshash. Ibn Abbosni ayirib alohida ayirishning ahamiyati chunki Rasululloh qilib bergan tafsirdan hech kim chiqolmaydi. Bir odam qancha mavjud kelsin, Rasululloh siz bergan tafsir doirasida ma'lumotdi. Ibn Abbosni alohida farqliq qilib, boshqalar bilmaydigan ishni bugasga buningga degani bu sizlikdan chiqib degan gap yani. Rasululloh buni qilib bermadi degan gap. Chunki u vaqtda kishilar Qur'onning tafsirida ala haddin sawa o'xshashib qoldi. Qandaqmi Ibn Abbosni bu duoga xos qilsin, ma'lummi xili janova gap. Endi bu tanishdiganlar işte tanishibdi. Kitobni yozgan avtor nima deydi desanglar, kitobning avtori shuna deydi: Ar-ra'yur rajih. Bu fikrlashdagi kuchli fikr deb kelib, vallazi ara men to'g'ri deb qaraydigan fikr shuki, Rasululloh Qur'on oyatlarining hammasining ma'nosini bayon qilib bergan. Hammasini degani anda butunlay bayon qilmagan. Ammo bayon qilgan, ma ikkili fikrni aytqildi ham odam. Hammani bayon qilgan deganni ma'no qiladi. Ozgina bayon qilgan deganni qilib, yo'q, bayon qilgan, lekin hammani emas. Nimishqa? Ayetlerinin içinden şunun tushunchisi Arap cümlelerini bilishga qaytadiganlari var degani Arap tilini bilsizlar tushuniladigan Qur'on oyatlari var. Arap tilini bilsizlar bilgiladiganlari var. Chunki Qur'on ularning tili bilan tushdi. Ma'noga o'xshash oyatlar hech bayonga ehtiyoj yo'q. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam degan oyatni men azab oyatlagan yerimchi. Mana birisi o'qisa, hech kim tafsir qilmasin bilmayman. Tabiiyki, men bilgan narsani sahobalar biladi, Rasululloh uni tafsir qilmasin biladi. Ma gapning xili obdan janova. Ikkinchi dalil oyatlarning ichidan tushunchisi odamning zehniga tez kiradiganlari bor. Nimishqa uning ro'shan ochiq o'qanligi uchun. Harrimat alaykum ummahatukum ana harom qilindi desa, jahiliyat vaqtidagidek tuqqanlarni o'zaro to'y qo'yishni harom. Bu yerda şu vətinin haramlıqı, toy qilishning haromligini tizgildi. Fal mutabadir degani kalloq tizgildigan ma'no shu, undan boshqa ma'no chiqmaydi bu yerda. Üçüncü delil minha şu oyatlarning ichidan Allah öz ilmiga tanlaganlari var degan insonlar uning mohiyatiga yetolmaydi qoladi. Masalan, Qur'onda qiyomat haqida gap bor. Biz faqat shu orqali Allohning maqsad qilgan askarchiligini anglaymiz, ammo qiyomatning masalasining nima ekanligini tushunmaymiz. Ruhning mahiyati undan boshqa g'ayridalik g'ayb ishlari borki, Alloh u g'ayb ishlarga hatto payg'ambar Muhammad alayhisolamning o'zini xabar qilmagan. Lam yutliq degan xabar qilmagan. Nafsahu Rasulullohning o'zini. Hey, Rasulullohning xabar qilmagan u g'ayb ishini u Rasululloh bilmay turib sahobalarga u ishlarni qanday bayon qilib bersin deydi. Tushuntamizmi, sahobalar? Bu üçüncü delil. Dördüncüsü ayetlerinin içinden onun tiz gelgen ma'nisidan ortiq
Nəzni bilishdə əhmiyyət yox məsələlər. Məsələn, Qur'an ayətlərini bayan qilishda ma'lum bir maqsad, iddia, bir hukmni bizga depamoqchi bayon qiladi. Ashabul Kahfning voqeasi var, Musa alayhissalom bilan Xizrning voqeasi var, masalan. Adem alayhissalom bilan shaytonning voqeasi var. Adem alayhissalom bilan shaytonning voqeasida Allah chekilgan mevani yeydi, jannatdan chiqadi. Tamam, tugadi gap. Masalan, buyruqqa xiloflik qilish orqali jannatdan chiqib ketish masalasi. Yegan meva, bug'doymi, olmami, shoptulmi, urukmi, hech ahamiyati yo'q. Musa alayhissalom bir hassiyatdi ya, "Matilka biyaminika ya Musa." Tamam, bir hassının bağlıqı bo'ldi, tamam. Ama o hassa trekni yasalgan hassımı, yoki boshqa bir daraxtni yasalgan qarg'aymi, omi, bumi, hech ahamiyati yo'q. Ashabul Kahfning bir bulik yosh to'pi ekanligi, haqiqat izlab zolimdan qochib mangan bir top ekanligini tushundik va boshqa ibratlarni tushundik. Kenida agishmangan bir it vatdi. Bu qora itmi, ko'k itmi? Bunun hech ahamiyati yo'q. Bundan naslini tafsir qilish hojati yo'q. Rasululloh Qur'onning hammani tafsir qilib bergan desa, mushuni hammani tafsir qilib bergan bo'lish to'g'ri keladi, lekin hech hojati yo'q. Bundan naslini Rasululloh tafsir qilib o'tmaydi. Masalan, Ashabul Kahfning itining rangiga o'xshash, Musa alayhissalomning hassisi qaysi xil daraxtga o'xshash. Alloh Ibrohim alayhissalomga tirgizib bergan qushlarning turi qaysi xil qush, buningga o'xshash. Buningga o'xshash oyatlarni Rasululloh sahobalarga bayon qilib bermaydi demishqa hech ahamiyati yo'q. Agar bularni bayon qilib bermaydi degan gap Qur'onning hammani bayon qildi degan gapning xatoligi chiqadi. Yuqoridagi fikrlarga asosan, ala hada, yuqoridagi fikrga asosan biz shuningga jazm qila olamizki, qarindoshlar, Rasululloh sahobalarga Qur'onning oyatlarining hammani tafsir qilib bermadi. Buni jazm qilamiz. Va yana shundaqla, kama degani shundaqla Rasululloh sahobalarga ozgina oyatlarni tafsir qildi degan gapmi to'g'ri emasligiga jazm qildi. Uni to'g'ri emas, tafsir qildi, ma'lum darajada qana qildi, tafsir qildi. İmam Tabari rahimahulloh davotidi. Ma ayog'ida bir gap qopdi, Ma bular dalil qilgan Aisha radhiyallohu anhuning hadisi Muhammad ibn Ja'far az-Zubaydining rivoyatining qatorida İmam Tabari deydi, bu kishi asar ahlining ichida tunilmaydigan kishining qatorida degani bunda sahih emas demakchi, siqa emas demakchi. Buni ulumlar silsilaga so'zlaydi o'taqa. La yu'raf, g'ayri ma'ruf degan gap sahih emas degan gap. Ibn Kasir bu hadisga nisbatan munkar, g'arib hadis deb baho bergan. Mush munkarning uzulan e'tirof qilolmaydi hadis. Bu hadisni sahih deb faraz qilgan taqdirda ala fard sihhatihi degan gap, u hadisni sahih deb faraz qilgan taqdirda Abu Hayyan bu hadisni nega apirdi? Hamalahu degan gap, apadi degan gap. Bu hadisni faqat Qur'onning g'aybiy ishlariga apirdi va Rasulullohning Qur'onning mujmal yerlarini izohlab berganiga apirdi va shunga o'xshagan Alloh taolodan aniq belgilash bildin boshqa yo'l bo'lmagan tarafga gapirdiki, Rasululloh boshqa yerlarni tafsir qildi, qolgan tafsir qilmaydi demakchi. Endi bu fikrni buzishda şu Resulullah'a sahih kitaplarda kelgan Resulullah'a marfu olgan nurg'un rivoyatlar yetdi bizga. Yani ko'p bayon qilishda Rasululloh nurg'un oyatlarni tafsir qilib bergan, Qur'onning oz oyat emas deganda. Masalan, siz Sahih Buxoriyni o'qig'liq yoki ko'raglik hech bo'lmasa, Sahih Buxoriyda maxsus Kitobut Tafasir deb bir kitob bor. Maxsus Qur'onni tafsir qiladi, 30 parni boshdan oyoq. Taxminan Sahih Buxoriyninki 5 sonida 50-100 keladi. Bu qadar tafsir qilsa buni oz degil olmaydi. Rasululloh tafsir qilgan Qur'onni, lekin hammasini emas va yoki oz emas. Xil obdan tafsir qilgan. Hammani tafsir qilganga muqoyila emas, ozgina tafsir qilganga muqoyila emas, ma'lum darajada yetarli bir darajada qanday qilgan tafsir qilgan savollar. Endi Rasulullohninki tafsiridagi manhajiga borsak, Rasulullahning tafsiridagi manhajiga borsak, Rasululloh qanday shaklda tafsir qiladi desa, Rasululloh oyatning tafsirini uzatmaydi. Rasululloh oyatning tafsirida qana qilmaydi, uzatmaydi. Ma yutnib uzatdi, lam yakun uzatgan bo'lmaydi degan gap. Ikki qilsa uzatmaydi. Yoki shuni bilishda
foydasi yo'q mazmunlarga chiqmaydi. Uni bilishda natijasi yo'q mazmunlarga chiqmaydi. Şunlaşqa Resulullah'ın tefsirininki köpüncisi fakat Kur'an'ın icmali yerlerini bayan kılış, müşkel yerlerini, qiyin yerlerini izahlaş, amlarını haslaş, mutlaklarını qeytlaş, yoki bir sözün ma'nosini bayon qilish, yoki shunga munosabatlik taraflarni qanday qilish, bayon qilishdan iborat bo'lgan savatdoshlar. Mana bugungi darsimizdagi Rasulullahning davridagi tafsir ahvoli. Qani savatdoshlar tushunmagan taraflar olsa so'rayman. Endi ikkinchi bosqichga keldik. İkinci bosqichga o'timizmi yoki bu yerda to'xtab turibmizmi, buni sizlar tanlaysizlar. O'qiymiz sanlar, ya'ni o'qiymiz bir ikki varaq tadbat atrofida. O'qiymiz, yo'q sahobaning manhajini ayrim o'qiyli va Rasulullohning manhaji tugagandan keyin desanlar, tamam, bu bo'ladi, ammo kelasi soatlik darsimizga biroz jiqroq mazmun qoladi. Sahobaninki davridagi tafsir manhaji biroz uzun. Ondan keyin tabiinlarga kelamiz. To'xtaylisanlar, o'sha yerda mencha to'xtayli. O'qiylisanlar, ya'ni men hozir o'qisak bo'ldi. Avval tushunmagan olib qolsa, qana qilayli? So'raylar. Tamam, ko'pincha savatdoshlarimiz o'qiyil dedi. Shunga sahobalarning davriga o'tili. Al-marhalatu thaniya, ikkinchi bosqich. Sahabalar davridagi tafsir bosqichi. Zakarna anifan bayatni so'zlab o'tdik. Biz kim kirgan savatdoshlar esanlar bo'lsin, biz darsdan peshida xilib ya'ni bunda xulosa shaklda shu sahobaning davridagi tafsirni so'zlab bo'ldik. Shu hozir kitobda biz tez ma'lumotimiz hamdaligi kichik qolgan bo'lsanglar, uni amal yo'q. İnşallah shu darsni men to'g'ri munberge atma eşedin çalışını kurvasanlarını buludu. Zekerna anifen bayatın biz dep öttük. Sahaba radıyallahu anhumla sap erepti. Kur'an'ı düşünetti, ma'nilerini biletti, maksatlarını biletti. Nim bilen ulanın Arap til tabiiti taqazzası bilen. Al-Arabiyya Arap til, saliqat xarakter degan ma'noda, tabiat degan ma'noda, muqtada talabi degan gap. Ya'ni ularning arab til, xarakter, taqazzosi bilan ashta tushuniladi. Qanday tushunadi? Fahman la tu'akkiruhu ujma. Ajamlikni arab tiliga yot bo'lgan, hozir turk tiliga yabanchi deb qo'ydik, yabanchilik degan gap ya'ni. Yotliq bulg'amagan bir shaklda ve bid'atlarning qabihlaridan hech narsa uningga aralashmagan, azg'un aqidalarningki hukmronlik qilishidan hech narsa uningga aralashmagan bir şekilde mafahman maf'ul mutlaq bo'lib nav'ini ifodalaydi. Shu bir şekilde qanaqa qiladi tushunadi. Bir şekilde degan sababi shu. Esimda bo'lsin, grammatikaning har bir qoidasi tarjimonlarga ta'sir qilishi kerak. Ve iza khafiya alayhim ma'na, ularga bir ma'na maxfi bo'lib qolsa yoki bularga bir maqsad inchki noziklashib qolsa, bular Rasulullahga murojaat qiladi-da, sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh bularga buni bayon qilib beradi va vaddahahu izahlaydi. Agar bularga bu qulay bo'lmay qolsa, degani Rasulullahning qishga emas ya başka devletlerde ya Resulullah dünyadan ketdi ahval olib qolsa, bular o'zlarining ijtihodatıga murojaat qiladi. Nimishqa? Endi ularning o'tirdagi farq bu darajada nayt ro'shan. Chunki Çünkü ularning çünkü mesela ne deydi? Ashta olib qolsa, ularning ba'zisiga qaytadi. Çünkü ularning o'tirdagi farq tushunch va idrak quvvatidagi farqqa ve ayetlerini özüge algan şarait münasebetlardaki farqqa berib taqiladi. Buydagi min duruf, min mulabasat, fi madiki madin bayan ikisini birleştirib tarjima qilasizlar. Belki tabi bular onundan o'tib
sözlükler teyinlengen ma'nilarni bilishdan farq qilinadi. Chunki bir millatning ichidagi hammadan o millatning so'zligining ma'nosini bilib bo'lmaydi. Yurt farqi va shivri farqi va masalan Qur'on so'zliklarining ichidan buning ma'nosi ba'zi sahobalarga maxfiy bo'lib qolsa va sahobalarning ichidan yana boshqa ba'zilariga oshkor bo'lganlari bor. Ammo Xafiyaninki ismni usuli, Zahraning ismni usuli, sho'g'on qanday tarjima qilamiz? Bunun hech yo'q. Oy arab tili o'qimayotgan demanglar, chunki biz Uyg'ur tili o'qimaymiz. Chunki til, bu tilni uning ahlining umumisi egallay taqdirdami, ammo u tilni shu til ahlidan har shaxs egallab olmaydi. Uyg'ur tilini butun Uyg'urlar biladi, ammo har Uyg'ur bilish xato. Masalan, hadiki masalan ifodalaydi. Masalan, فقد خفي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا. مثلا نفاضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ففاكهة وأبا دين الله نصوص بك أب دين كلمة معنى سمح مهرب تولتروب تخصوص صحابة bu ابن معنى نيمودة شو مش تبرع الله أو يأخذهم على تخوف من منسم مخفي قلده مهرب تطرب صاد خختن سرابته Huzayl qabilasidan bir odam nimada taxavvuf degan bizning Huzayl qabilasida bir narsani kemaytirib o'tish degan ma'no. Aw ya'khudhum ala taxavvuf degan Alloh uni kemaytirib o'tish orqali jazolaydi degan gapkanda. Nimasini kemaytirdi? Nopsini kemaytirdi, ular birlayotgan rizqni kemaytirdi, iqtisodni kemaytirdi, ziroatlarni kemaytirdi ishqi. Kemaytirib bir millatni vayron qildi degan gap. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan şunda kelganlik rivoyat qilindi, keldi. Dedi, rivoyatni o'qidik buni. Men deydi. Fatirus samavat val ardiki fatir degan so'zning ma'nosini o'qimaydi. Ishga Arabiy kelganga qadar deydi. Bular bir quduq haqida talishib qoldi. Bunun birisi deydi, ana fatartuha deydi. Yani birisi ana fatartuha deydi. Ha, fatara degan bir narsani yo'q yerdan paydo qilgan ish fatara ekanda, Fatirus samavat val ard osmon zamin yaratgan gapkanda shu vaqtda tushundim deydi. Bu misallar sahabalarninki Qur'onni tushunmagan yerlarning misallari. Biz hozir tushungan yerlarni emas, tushunmagan yerlarni so'zlayapmiz o'qishlar. Masalan, ma Adi ibn Hatimga qarasak radhiyallohu anhu, Allohninki va kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad degan oyatdagi maqsadni tam tushunolmadi. Oyatni sizlarga bir gapiraymi? Ramazon haqidagi oyat, sizlar oq yeb, qora yebdan uchiq bo'lganga qadar yeb ichinglar dedi. Gapning yuzi nima? Aqib bilan qaribni farqlantirgudek bir holat degan gap. Shuning bilan fakana, shuning bilan Adi ibn Hatim kallasida oq og'amchi bilan qor og'amchini qo'yib qo'ydi deydi. Na zo'rliq ya vaqtda oq og'amchi bilan qor og'amchini qo'yib qo'yadi. Aşu küzüge akılan kara farqlangudek bo'lganga qadar yetdi degan olim qilib yurib qoldi degan. Tam edib bir yekil degan. Oxirida Rasululloh buni bilib, oxirida buningga Rasululloh oyatdagi maqsadni tushunib qo'ydi. Oq qarib degani tangning eqilan, tangning qarasin demakchi deb tushunib qo'ydi. Endi demak bularning Qur'on tushunishdagi farqi saboqdashlar yuqorida ishorat qilgandek nurg'un ishlarga birib taqiladi, yarji olingan qaytadi. Bunu xulosalab turmayapman, güzel xulosalab tursa arkadaşlar. Birinchidan, bularning til tushunish vositalaridagi farqiga qaytadi. Sahobalar farqlanadi. Masalan, til bilishga o'xshash. Bularning ichidan shu tilning yot so'zlarini biladigan holatda ma'lumoti kengirlari bor deydi. Vasi' degan gap, kengir degan gap, itlo' degan gap, ma'lumot degan gap, ma'lumoti kengirlari bor. Shu darajada biladi. Ve minhum dune zalik. Ularning ichida buningdan tuvanlari bor. Bilmaydiganlari bor. İkinci sebep bularning Rasulullohga hamroh bo'lishdagi farqi, so'rovlarga kelishdagi farqi. Ba'zilar Rasulullohdan davom biladi, ba'zilar o'zini ishini qiladi, do'konlarga boradi, etizlarga boradi. Üçüncüsü tushish sabablarini bilishdagi farqi, ba'zilar oyat tushgan vaqtda Rasululloh bilan birga bor, ba'zilar boshqa davlatda, masalan. Va undan boshqa
ayet tushunishda shuning ta'siri va ishlari va bularning hammasi sahobalarning farqli bo'lib qolishining sabablaridan birisi. To'rtinchisi shar'iy ilmdagi farq. Hammadan o'xshamaydi-ki. İman etqanlarning yil soni o'xshamaydi, shariatning ruhiyatini tushunishi o'xshamaydi. Shariatni bakroq tushunadiganlar va bo'sh tushunadiganlar va bu nuqtalarni Qur'on tushunishda ta'sir qiladi. Beshinchisi bularning aqliy idrokatlaridagi farqi. Chunki bularning ahvoli shu boshqa insonning ahvoliga o'xshash. Sha'nuhum sha'nu ghayrihim min al-bashar degani buning ahvoli undan boshqa insonlarning ahvoliga tamamen o'xshash. Chunki bizdek adam uni bir sinfda shu topda 20 dan bor deyilsa, 20 danning hammasining aqliy ixtiyori o'xshamaydi. Demak, kullu hada mushning hammasi va undan boshqalar ularning Qur'on bilishdiki, Qur'onni tafsir qilishdiki, farqli bo'lib qolishining sabablaridan qatori. Shunga Masruq rahimahulloh deydi, men Muhammad sallallohu alayhi vasallam ashablari bilan ham suhbat bo'ldi. Jalas degan gap so'roq tashlamoq. O'qidim degan gap juma. Ma'laqi o'z zamonasiga aytib, hurmat so'zi. Ham suhbat bo'ldim deydi, amaliyotda shogirdlar o'qigan ifodasi. Ularni bir ihozaga o'xshash his qildim. Nima ihoza degan gap? Ya'ni al-g'udar kichik ko'lga o'xshash his qildim. Qachdan suv qatisi. Ba'zi qochlar bir odamni sug'urdi deydi. Ba'zi qochlar ikki odamni sug'urdi. Ba'zi qochlar 10 odamni sug'urdi. Ba'zi qochlar 100 odamni sug'urdi. Ba'zi qochlar butun zamin ahli u ko'lga tushsa hammasi sug'urib chiqirdi deydi. Bu darajada farqli demakchi. Endi sahobalarningki tafsiri boshqalarning tafsiriga qaragan vaqtda nima farq bor sahobalarning tafsirida desa, tuvandagidek necha xil farq bor ekan, kitoblar qarab boqinglar, 4 xil farq bor ekan. Siz o'qib ketaylik. Birinchisi Isroiliyatni az elish, qillatu al-akhz bil Isroiliyat va uni tafsirda az qo'llanish, tanovul qo'llanish qilish degandir. Nimishqa Rasulullah'ningki o'zining sahobilarini sap islom manbasiga lam to'xtatishga bo'lgan hirs tufaylidan, hirsmanligi tufaylidan. Anda sap islom manbasiga hech xohishlar uni bulg'amagan, ixtilof va to'qilmalar uni shubiga tashlab qo'ymagan. Mushu maqsadga dal Rasulullah'ningki Umar radhiyallohu anhuning qo'lida Tavratdan bir sahifani ko'rgan vaqtidagi g'azabga dalolat qiladi. Tavrat, Injil Alloh tushirgan kitob, tamoman qabul qilamiz. Ammo Tavrat, Injil Qur'on tushirgan amaldan qoldi. Hech kimning uni qo'lg'alab yoki uningdan diniy mazmunni elishga urinishi o'rinsiz, to'g'ri emas. Rasululloh bu nuqtani sahobalarga favqulodda qanaqlig'ilab tushuntirdi. Bu bir. Shunga sahobalarning tafsirlarida Isroiliyat yo'q asosan. İkincisi bularning tafsiri Qur'onning hammasini o'ziga olmaydi. Ibodatni tushuntirdim darsning oldida. Cho'qim ehtiyojga qarab tafsir qiladi. Sahobaning hammasi bilmaydiganlardan emas. Ba'zi bildi, ba'zi jiqroq, ba'zi ozroq ishqi biladi. An sahobalardagi tafsir olimlar haq bilmaydigan yerlardan tafsir qilgan bo'lg'achqa sahobalardan ana 30 pora tafsir kelmaydi. Chunki ba'zi oyatlar ro'shanlikdan ularning qishida shu darajadaki onun tefsiriga cho'kishga hech ehtiyoj yo'q. Nimishqa sahobalarningki til da ma'lum asosga ega bo'lganligini, tadalluq degan gap asli quvg'a degan gap odamning quvg'ichi, ya'ni ma'lum darajada asosi bo'lganligi uchun va shu vaqtdagi jamiyatning ahvolini bilganligi uchun va undan boshqa sabablar tufaylidan sahobalar hamma oyatni tafsir qilmasini bo'ladi. Shunga sahobaning tafsiri 30 pora emas. Üçüncü alohidligi bular tafsirida bak zo'lim aytdi. Tafsirida unchilar ayblangudek darajada cho'nqurlam aytdi. Faqat bir qism oyatlarda umum ma'nini bayon qilish bilan kifoyalanadi. Yektafun. Uning tafsilotiga kirishda cho'ng ahamiyati yo'q yerlarda tafsilotini bak shart qilib olmaydi, cho'nqitib olmaydi. Mesela, madeki fehmi mesela ifadelaydi. Mesela, ve fakihata ve abba degan oyatdagi maqsad, fakiha mevj ve abba o'chib degan on andoq ketmasmi maqsad Allah subhanahu va taolaning bandalariga bergan ne'matlarini sanashgan-ku, deb bilan tushunib bo'ldi qiladi deydi.
Bu sahabalarınki tefsirdeki ikinci alayetlik, üçüncü alayetlik, dördüncü alayetlik qillati tadvinihim lit-tefsir. Bularınki tefsirini az hatırlaşının azlığı. O vaqtda yazıqçılık başlanmagan davr. Ulardan rivayet kılındıgan tefsirinin köpüncisi rivayet bilen ve telqin ig'izzaki ügütüp qo'yish bilen idi. Hatırlaş bilen emas. Gerçi bazı sahabeler hatırlaşga ko'ngil bo'lsimi. Qancha sahabelar var yazılgan, lekin ag'lab ko'p hollarda undan ish yo'q. Masalan, yazgan sahabenin deb bakamdı. Abdullah ibn Amr ibn As bir sahabe var mı bilsizler? Bu sahabe özünün bir kitabını şu vaqtning o'zida yozgan. Bu kitapның ismini Sadiqa deb ataydi. Hatta bu kitapda to'g'riliq menda bir gap bor. Bu Sadiqada men Rasulullahdan anglagan gapning hammasi bor. Men bilan Rasulullohning o'tirdi, hech kim yo'q degan gap. Bevosita Rasulullohdan anglagan edi. Bu kitapni İmam Ahmadning Musnadida mavjud bu kitap. Lekin mahil şekildeki hatırlaşlar azdı. Demek sahabaların tefsiri öz vaqtida ig'zaki şekilde etti. Şunun bilan sahabalarınki tefsirininki alohidlikleri, farqlangan tarafları 5-4 türlük şekilde ayrıldı. Dersimiz vaqt münasebeti bilan mishada to'xtaydi arkadaşlar. Tushunmagan tarafingga olib qolsa, so'rasanglar bo'ladi. Sual soraydigan olib qolsanglar, xat yozinglar, mikrofonni ochib beraman. Sual so'rasanglar bo'ladi arkadaşlar. Do'st kamerani taqib etdim, men mikrofonimni taqib etdim. Sual olib qolsa, ochma. Tefavutun fi adavat-ı fehmi degan ma'lum birinchisidagi ustoz. Mulimman bi g'aribiha deganni deb bersa ustoz. Mulimman bi g'aribiha degan gap shu tilning yot lug'atlarini bilib degan gap. Mulimman holat tilning yot lug'atlarini bilib deb tarjima qilsak bo'ladi. Sonra Jaleston niblet ders aldım deb tercih qildi ustoz, xato olmadi. Hem sohbet buldum. Jalesa yujalisu hem sohbet bo'lgan o'tirishgan degan ma'noda.